Assalomu alaykum. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Tepki sigiri borlar uchun foydali bo'ladi. Oxirigacha ko'ring. Agar sizni sigiringiz tug'di, tepki chiqdi, hech ham yuvosh qila olmayapsiz. Nima qilish kerak? Bozorga olib chiqsangiz, hech kim olmaydi. Olgan taqdirda ham yana qaytarib beradi. Eng oson yo'li foyda ko'rishdi. Molni yem-yemishdan qismang. Bitta buzoq olib bering, yana bitta. Agar yangi buzoqni tepsa, buzoqlarni qo'yirmasdan oldin sigirni boshiga latta tashlab qo'ying. Ko'rmasin buzoqni. Ikkalasini ham birdan qo'yiring, bolasini tepmasligi uchun unga ham indamaydi. Ikkovi to'yib yemadi, yaxshilab. Yemini bering. Iloji bo'lsa, sut undan ham ko'proq bo'lsa, yana bitta buzoq oling. 3 ta buzoqni katta qiladi. Agar suti ko'p bo'lib turib, tepkich sigirni iloji mana shu. 3 ta buzoq katta qilsa, sizga ana foyda. Obuna bo'ling.